والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aziz talabalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aqida Tahawiyya sharhidan o'tayotgan darsimizning 30-sini boshlaymiz. Bu darsimiz ikki qismdan iborat. Birinchisi Arsh va kursi haqdir. Ikkinchisi Alloh hamma narsani o'rab turguvchi va ularning ustidadir. Aqida Tahaviyyani mana shu darsimizning birinchi qismiga taalluqli bo'lgan matni quyidagicha: Val arshu val kursiyyu haqqun. Arsh va kursi haqqu rostdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgani kabi Buruj surasining 15-oyatida A'udhu billahi minash shaytonir rojim dul arshil majid. U Alloh ulug' arshning egasidir. Yoki shunga o'xshagan boshqa bir qancha oyatlarda A'rof surasining 54-oyatida, Mu'minun surasining 116, Naml surasining 26, G'ofir surasining 7 va Al-Haqqa surasining 17, Zumar surasining 75-oyatlarida Alloh taoloni arsh egasi ekani, arshning ulug' arshning parvardigori ekani va uning arshini farishtalar ko'tarib turadigan holatda ekanlari va shunga o'xshagan ma'nolarda Alloh taolo arshning ustida degan mazmunlarda Toha surasining 5-oyati qator oyatlarda Alloh taolo arsh haqida bizga xabar bergan. Yana Imom Buxoriy, Muslim, Termiziylar rivoyat qilgan hadisda boshiga mashaqqat tushgan paytda o'qiladigan duolarni payg'ambarimiz marhamat qilganlar. La ilaha illallohul azimul halim, la ilaha illallohu robbul arshil azim, la ilaha illallohu robbus samawati va robbul ardi robbul arshil karim. Ya'ni boshiga musibat tushgan, qiyinchilik mashaqqatda qolgan inson ushbu duoni o'qishini payg'ambarimiz alayhissalom ko'rsatganlar. Mana shu duoda ham Alloh taoloni eng buyuk va ulug' bo'lgan, halim bo'lgan zot Allohdan boshqa hech bir xudo yo'qdir. Buyuk arshning parvardigori bo'lgan Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Osmonlar va yerning Robbisi va buyuk arshning Robbisi bo'lgan Allohdan boshqa hech bir xudo yo'qdir deb Allohni ulug'lanadi bu duolarda. Bu yerda ham arsh haqida so'z ketgan. Sahih al-Buxoriyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolodan jannatni so'rasalaringiz undan Firdavs jannatini so'rangizlar deb aytganlari rivoyat qilinadi. Undan Firdavs jannatini so'ranglar, chunki u jannatning a'losidir va jannatning o'rtasidir va ana shu Firdavs jannatining ustidadir Rahmonning arshi deb aytgan edilar. Ba'zi ahli kalom toifalari arsh bu dumaloq bir falakdan iboratdir, butun olamni hamma tomondan o'rab olgandir degan so'zlarni ham aytganlar. Ba'zan uni 9-falak deb ham aytganlari, bu umuman hammasi noto'g'ri so'zdir. Kitob-u sunnatga va ulamolarning so'zlariga xilof bo'lgan gaplardir. Chunki hadislarda aniq vorid bo'lganki, u arshni malaikalar ko'tarib turadilar va u arshning oyoqlari, pochasi bor ekanligi haqida rivoyatlar kelgan. Arsh bu lug'atda arabchada yana boshqa iboralar bilan ta'riflanganda sarir, iboratun anis sarir allazi lil malik, ya'ni podshohning taxti degan ma'noni bildiradi, lug'aviy ma'nosi. Qur'oni Karimda ham Naml surasining 23-oyatida valaha arshun azim deb Bilqis haqida, Saba malikasi Bilqisni buyuk kattakon arshi bor edi, taxti bor edi deb aytilgan. Demak, bu yuqorida ba'zi bir faylasuflarni da'volariga qaraganda falak deb aytish umuman noto'g'ri. Demak, u falak degan ma'noda ishlatilgan emas, arablar arshni taxt ma'nosida ishlatganlar. Qur'oni Karim shu, demak arablarning tillarida nozil bo'lgan, demak arabcha
ma'nolaridan kelib chiqib bunga e'tibor beriladi. Demak, u farishtalari ko'tarib turadigan, oyoqlari ustunlari bo'lgan Allohning mahluqotlaridan eng ulkani, buyugi va uni butun olamning usti tomi deb ta'riflasa ham bo'ladi. Abu Davud Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom aytdilarki, Alloh taolodan menga Allohning arshini ko'tarib turguvchi farishtalaridan bir farishta haqida xabar berishga ijozat etildi, deydilar. Shu farishtalardan birining ikki qulog'i bilan bo'yni orasidagi masofa 700 yillik yo'ldir, deydilar. Ba'zi bir kishilar arshni ma'nosini boshqa tomonga burib, u mulk degani, podshohlik degani deb noto'g'ri ta'rif berganlar ham bo'lgan. Ammo u Qur'on sunnatga xilof ekanligi shunday ham ma'lum. Kursiy esa bu o'zbek tilida ham tushuniladigan ma'no. Kursiy Qur'oni Karim Baqara surasi 255-oyatda A'udhu billahi minash shaytonir rojim vasi'a kursiyyuhus samawati val ard. Allohning kursiysi osmonlar va yerni o'z ichiga oladi deb xabar berilgan. Ba'zilar kursiyni arshning o'zidir, arshdan iboratdir deb aytganlari noto'g'ri. Lekin to'g'risi bu kursiy boshqa narsa, arsh boshqa narsadir. Mufassirlardan As-Suddiy aytadilarki, osmonlar va yer kursiyning ichidadir, kursiy esa arshning oldida. Yana bir rivoyatda arshga nisbatan kursiy shundayki, xuddi arsh agar uni bepoyon bir sahroga qiyos qilinsa, kursiy esa o'sha sahroga tashlab qo'yilgan bir kichkina halqa kabidir deyiladi. Ba'zilar kursiyni yana boshqacha ta'riflab, u Allohning ilmidir degan so'zlarni ham aytganlar. Ammo bu ham yuqorida arshni mulk deb aytilgani kabi kursiyga nisbatan bildirilgan noto'g'ri fikrdir. Kursiy bu xuddi arshning oldida unga chiqadigan zinapoya kabidir deb ta'rif berganlar salaf ulamolaridan bir qanchalari. Umuman olganda arsh ham kursiy ham inson aqlini lol qoldirguvchi Alloh taoloning buyuk ulkan maxluqotlaridan biri va inson zoti o'z ilmi va aqli bilan hech qachon bu narsalarning mohiyatiga anglab yeta olmaydi. U narsani inson tasavvur ham qila olmaydi. U Parvardigorning qudrati, ilm g'aybga taalluqli bo'lgan narsalar, bularning hammasiga biz iymon keltiramiz. Alloh payg'ambarning murodida, ularning ta'riflarida qanday bo'lsa, o'shandaydir deb iymon keltiramiz, tasdiqlaymiz, ishonamiz. Ko'rmagan narsamizni ko'z o'ngimizga keltirib gavdalantirishdan, xayolimizda uni tasavvur qilishdan cheklanamiz, tiyilamiz. Alloh bu maxluqotlarini o'zi xohish irodasi bilan, o'zining hikmati taqozosi bilan yaratgan. Uning hikmati Allohning o'zigagina ma'lum. Alloh taolo bu narsalarning barchasidan mustag'ni, ya'ni behojat ekanligi bu darsimizning ikkinchi qismiga taalluqli mavzu. Ikkinchi qism Alloh hamma narsani o'rab turuvchi va ularning ustidadir deb nomlangan edi. Bu o'rinda ham Aqida-i Tahoviyaning navbatdagi matniga murojaat qilamiz. وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الله arsh va undan boshqa narsalardan behojatdir. U hamma narsani o'rab turguvchi va ularning ustidadir. O'z maxluqotlarini uni o'rab olishdan ojiz qilib qo'ygandir. Qur'oni Karimda Ali Imron surasi 97-oyatida Alloh taolo A'udhu billahi minash shaytonir rojim fa innalloha g'aniyyun 'anil 'alamin. Albatta Alloh taolo barcha olamlardan mustag'ni, behojatdir deb xabar bergan. Yana boshqa oyatlarda ham, boshqa sura oyatlarida, Fotir surasining 15-oyatida ham Alloh taolo g'anidir, hamiddir,
hech narsaga muhtojligi yo'q, u doimo maqtalgan, ulug'langan zotdir deb aytadi. Imom Tahoviy arsh va kursi haqida so'z yuritib turib, uning so'ngidan darhol Alloh u narsalarga hojati yo'q ekanligini ham zikr qildilar, toki ma'lum bo'lsinki, Alloh taolo hech narsaga muhtoj emas. Arsh va kursini yaratishdan ko'zlangan hikmat bor. U hikmat Allohning o'zigagina ayon. Alloh bu narsalarni o'ziga kerak bo'lgani uchun yaratgan emas ekanligini yaxshi bilishimiz lozim. Alloh oliy, hammadan ustun bo'lgan zot. U quyi bo'lgan narsalarga, o'zidan quyi bo'lgan narsalarga muhtoj emas. Xuddi osmon hammadan ustun hamma maxluqotlarning, ya'ni biz ko'rib turgan bu dunyodagi maxluqotlarning ustida, yerning ustida, lekin osmon yerga muhtoj emas. Alloh taolo arshdan behojat, arshga muhtoj emas. Arsh esa Allohga muhtoj. Alloh arshni o'ragan, arsh esa uni o'ra olmaydi. Hamma narsani Alloh o'rab turadi, lekin hech bir narsa uni o'ray olmaydi. Imom Malik rahimahullohdan "Summa stawa alal arsh" oyati haqida, Araf surasining 53-oyati haqida so'rashgan. Istivo nima degani? Istivoni qanday tushunamiz deb so'ralganda, u zot al-istiva'u ma'lumun wal kayfu majhul deganlar. Ya'ni istivo bu ma'lum narsa, lug'atan uni tushunsa bo'ladi, lekin kayfiyat esa, holat esa majhul, noma'lumdir deganlar. Ya'ni qanday degan savolga, qanday holatda, qanday kayfiyatda degan savolga javob bera olmaymiz. Bu Allohning o'ziga ayon kayfiyati, holatidan biz bexabarmiz. Aqida Tahoviyaning ushbu matnida muhitun bi kulli shay'in va fawqahu, Alloh hamma narsani o'rab olguvchi va ularning ustidadir degan matnidan ma'lum bo'ladiki, demak Alloh taolo bu olamning ustida, hamma narsadan oliy va ustundir. Alloh hamma narsani o'rab turguvchi zot ekanligi haqidagi ma'lumotlar Buruj surasining 20-oyatida, Fussilat surasining 54-oyatida, Niso surasining 126-oyatlarida ma'lum. Alloh hamma narsani o'rab turguvchi degani bu xuddi falakka o'xshab tushunilishi noto'g'ridir. Falak ya'ni bir atrofini o'rab olgan narsa falak degani emas. Unday tasavvurga kelish noto'g'ridir. Yoki Alloh taoloning zotining ichidadir, maxluqotlarning hammasi Alloh zotining ichidadir degan so'zlar mutlaqo shariatga xilof, noto'g'ri so'zdir. Alloh hamma narsani o'rab turguvchi degani u qudrati bilan va ilmi bilan, azamati bilan hamma narsani o'zining ixtiyorida tutib turuvchidir. Hamma narsani o'zi qudrati bilan o'rab olgandir degan ma'no. Endi o'sha yuqoridagi matnda, ya'ni Alloh taolo hamma narsani o'rab turguvchi va ularning ustidadir degan iboradagi ustidadir degan kalimaga biroz to'xtalamiz. Qur'oni Karimda An'am surasining 18 va 61-oyatlarida "Va huval qohiru fawqa ibadihi" degan kalimalar bor. Alloh barcha bandalarining ustidan, barcha bandalarining ustida degan ma'nolar. Yoki Nahl surasining 50-oyatlarida ham xuddi shu ma'nolar takrorlanadi. Imom Zahabiy Al-Ulu kitoblarida, Ibn Asakir Tarix Dimashq kitoblarida va yana bir qator mo'tabar manbalarda Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan Abdulloh ibn Ravoha radhiyallohu anhu ning she'rlari rivoyat qilingan. Bu she'rni u kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida o'qigan ekanlar. Bu she'rni yozilishiga sabab ayollari bilan o'rtalarida bir mojaro bo'lib qolgan. Keyin shundan shikoyat qilib, she'rga solib, o'rtadagi muammoni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida aytgan edilar. O'sha she'rda ham va annal arsha fawqal ma'i tafin va fawqal arshi robbul alamin degan iboralar bo'lgan. Ya'ni butun olamlar Robbisi arshning ustidadir degan iboralar bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalom bu she'rni eshitdilar va kulib qo'yib, ya'ni tabassum bilan uni tasdiq qilgan edilar.
yana imom Zahabiy Siyar A'lam an-Nubala kitoblarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shoirlaridan Hassan ibn Sabit radhiyallohu anhu ning she'rlarini keltiradilar. U kishi payg'ambar alayhissalom huzurlarida ushbu she'rni o'qigan edilar. Shahidtu bi iznillahi anna Muhammada rasulul ladzi fawqa as-samawati min alu wa anna aba Yahya wa Yahya kilahuma lahu 'amalun min rabbih mutaqabbalu wa anna alladhi 'ada al-yahud ibn Maryam rasulun ata min 'indi dhil 'arshi mursalu وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل degan she'rni o'qidilar. Bu yerda men guvohlik beramanki, albatta Muhammad Alloh taoloning izni irodasi bilan osmonlar ustidagi zotning huzuridan kelgan rasul elchidir. Va yana Abu Yahyo ya'ni Zakariya va Yahyo bular Alloh taolo huzurida amallari qabul bo'lgan insonlardir. Va yahudlar qarshi kurashgan, dushmanlik qilgan zot Maryamning o'g'illari, u kishi arshning egasi huzuridan yuborilgan elchi payg'ambardir. Va yana Ahqof birodarlari ya'ni Hud alayhissalom o'z qavmlari ichida haqqi rost turib jihad qilib Alloh taolo yo'lida adolat bilan ish tutgan insondirlar degan ma'nodagi so'zni, she'rni aytgan paytlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va ana ashhadu, men ham shunga guvohlik beraman deb aytgan ekanlar. Yana Imom Buxoriy va boshqa ulamolar rivoyat qilishgan ushbu hadisda, quyidagi hadisda ham mazkur ma'nolar ta'kidlanadi. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Lamma qadallohu al-xalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqa al-arsh inna rahmati sabaqat ghadabi." Alloh taolo maxluqotlarni taqdirlarini belgilagan paytda o'zining huzuridagi arshning ustidagi kitobga shunday deb yozdi: "Albatta mening rahmatim g'azabimdan oshib ketdi." Yana Imom Buxoriy, Muslim, Ahmad va boshqa muhaddis ulamolar rivoyat qilgan quyidagi hadisga ham e'tibor beramiz. Bu yerda payg'ambarimizning sahobalaridan, ulug' sahobiylardan Sa'd ibn Muaz Banu Qurayza qavmi o'rtasida chiqargan hukmlarini payg'ambarimiz tasdiqlaganlari haqida hikoya qilinadi. U kishi o'sha Banu Qurayzani urushga yaroqli erkaklarini qatl qilish va boshqalarini asir qilish haqida hukm chiqargan paytlarida payg'ambarimiz alayhissalom laqad hakamta fihim bi hukmil maliki min fawqi sab'i samawat dedilar. Ya'ni sen 7 osmon ustidan turib hukm chiqargan podshohning hukmi bilan hukm qilding dedilar. Yana Imom Buxoriy, Tirmiziy, Nasaiy va boshqalar rivoyat qilishgan yana bir sahih hadis. Hazrati Zaynab bint Jahsh onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollaridan birlari. Bu kishi haqida shunday rivoyat qilinadiki, annaha kanat tafkharu ala azwajin nabiy sollallohu alayhi vasallam va taqulu zawwajakunna ahalikunna va zawwajani Allohu min fawqi sab'i samawat. U kishi atroflaridagi boshqa ayollarga qarab aytar ekanlarki, sizlarni o'zlaringizning yaqinlaringiz nikohlab bergan bo'lsalar, meni Alloh taolo 7 osmon ustidan o'zi nikohlab berdi deb faxrlanib aytar edilar. Imom Darimiy rivoyat qilgan quyidagi hadisda esa Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir kun ko'chada ketayotgan paytlarida bir kampir u kishini to'xtatib qolganlari haqida xabar beriladi. U kampir ayol Hazrati Umarni to'xtatib juda uzoq vaqt gapga tutib qoldi. Shunda bir odam kelib: "Ey Umar, ey Amirul Mu'minin,
mana shu bir kampir tufaylidan bu odamlarni bir qancha insonlarni siz to'xtatib qo'ydingiz, shu bir kampirni gapini eshitaman deb qancha odamlarni siz to'xtatib qo'ydingiz deb e'tiroz bildirganda, vaylaka atadri man hazihi, ey nodon, bu kampir ayol kim ekanligini bilasanmi? Hazihi imra'atun sami'allohu shakwaha min fawqi sab'i samawat, هذه خولة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Bu ayol shunday insonki, uning shikoyatini Alloh taolo 7 osmon ustidan eshitgan. Bu xavla bo'ladilar, bu inson. Bu xavla haqida Alloh taolo Mujodala surasidagi 1-oyatni nozil qilgan. Alloh taolo sizning huzuringizga eri haqida kelib mujodala qilayotgan ayolning so'zlarini, uning Allohga qilayotgan shikoyatlarini eshitdi degan oyat mana shu ayol haqlarida nozil bo'lgan. Shunday Allohning oyat nozil etishiga sazovor bo'lgan al-Hushi deb Hazrat Umar javob bergan ekanlar. Ushbu ustunlik, hammadan oliylik, yuqorilik ma'nolari agar sanab chiqiladigan bo'lsa, 10 dan ortiq o'rinlarida ta'kidlanganini ko'ramiz. Masalan, Ma'arij surasining 4-oyatida Alloh taolo uruj kalimasini eslatgan. U yerda ta'rujul malaikatu var ruhu ilayhi, malaikalar va ruh Jabroil unga ko'tariladilar degan. Demak, bu yerda uruj kalimasi, ko'tarilish kalimasi ishlatilgan, demak yuqoriga ko'tarilish ma'nosi keltirilgan. Yana hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Buxoriy, Muslim, Nasai va Ahmad, boshqalar, Imom Malik va yana boshqalar rivoyat qilgan hadislarida fayarujul ladzina batu fikum fayasaluhum, sizlar bilan birga tunni o'tkazgan farishtalar Alloh taolo huzuriga ko'tariladilar va o'shanda Alloh ulardan sizlar haqingizda so'raydi degan ma'no kelgan. Yana Fatir surasining 10-oyatida suud kalimasi kelgan. İleyhi yas'adul kelimut tayyib, pokiza kalima-i tayyiba unga ko'tariladi. Bu yerda ham ko'tarilish, yuqorilash kalimasi iborasi ishlatilgan. Yana rafa' kalimasi ishlatilgan o'rinlar bor. Rafa' ya'ni ko'tarish. Ba'zi mahluqotlarni Alloh o'zining huzuriga ko'tardi degan ma'nolar keltirilgan. Nisa surasining 158-oyatida bal rafa'ahullohu ilayhi, Alloh Isoni balki o'ziga ko'tardi, ya'ni uni hech kim o'ldirgani yo'q, osgan yo'q, balki u kishini Alloh o'z huzuriga ko'tardi degan. Yana Ali Imron surasining 55-oyatida ham men sizni yer yuzidan butkul oluvchi va o'zim huzurimga ko'taruvchidirman degan. Yoki yana bir misol, Alloh taolo kitobni yuqoridan pastga, osmondan yerga nozil qilgan, tushirganligi haqidagi oyatlar. Zumar surasining 1-oyatida bu Alloh taolodan bo'lgan, tushirilgan kitob ekanligini, Qur'oni Karim Alloh huzuridan tushirilgan, aziz va hakim bo'lgan zot huzuridan tushirilgan kitob ekanligi ta'kidlanadi. G'ofir surasining 2-oyati ham xuddi shunday. Fussilat surasining 2-oyatida ham xuddi shu ma'no. Tanzilun minar rohmanir rohim. Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatli zotning huzuridan tushirilgan kitobdir. Duxon surasining 1-dan tortib 1-dan 5-oyatlargacha ham shu ma'nolar ta'kidlanadi. Ya'ni biz o'zimizning huzurimizdan bu kitobni tushirganmiz degan ma'nolar keltirilgan. Va yana mufassirlar Alloh osmonda degan ma'nolarni ta'kidlaganlar tafsir kitoblarida. Bu o'rinda
fis samoni, ya'ni osmonda degan ma'noni fi kalimasidan chiqarganlar. Fi bu ichida degan ma'no emas, balkim ala ustida degan ma'noda ekanini mufassirlar alohida ta'kidlab o'tishgan. Va yana hadislarda qo'lni duoga ko'targan paytda Alloh taologa qo'l ko'tarildi degan ma'nolar keltirilgan. Hadisda Imom Ahmad va Termiziy va yana boshqa bir qancha ulamolar rivoyat qilishganki, innalloha yastahi min abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran. Alloh taolo bandasi unga ikki qo'lini ko'tarib duo qilsa, uni bo'sh qaytarishdan hayo qiladi deyilgan. Bundan tashqari yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Arafat tog'ida Arafa kunida turib sahobalar bilan qilgan suhbatlari ko'p kitoblarda rivoyat etiladi. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam antum mas'uluna anni famaza antum taqulun famaza antum qailun degan edilar. Ya'ni sizlar men haqimda albatta bir kun so'ralasizlar. Shunda sizlar nima deb javob berasizlar deganlarida sahobalar nashhadu annaka qad ballaghta va addayta va nasahta. Biz o'shanda guvohlik beramizki, siz albatta Alloh taoloning buyruqlarini, amrlarini bizga yetkazdingiz, risolatni yetkazdingiz va Allohning sizga buyurgan vazifalarini ado qildingiz va ummatga nasihat qilib to'g'ri yo'l ko'rsatdingiz deb biz guvohlik beramiz dedilar. O'shanda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muborak barmoqlarini osmonga ko'tarib, Allohumma shahad, ey Allohim, mana shunga o'zing guvoh bo'lgin deb aytgan edilar. Yana Imom Buxoriy, Muslimlar rivoyat qilishgan muttafaqun alayh hadisda Hazrati payg'ambar alayhissalom Mi'rojga ko'tarilgan kechada Alloh taolo 50 vaqt namozni farz qilgan edi. Keyin u 5 mahalga keltirildi, lekin mana shu o'rinda u kishi Hazrati Musa alayhissalom bilan bir necha bor muloqotda bo'lganlar. Alloh bilan Musa alayhissalom o'rtalarida chiqib tushganlari haqida rivoyat qilinadi. Bir necha bor Alloh huzuriga ko'tarildilar, yana qaytdilar, yana ko'tarildilar, yana qaytdilar. Oxiri shunday qilib 5 mahal namoz farz bo'ldi. Bu haqdagi hadis ham barchaga ma'lumdir. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.